Siz uyingizni tomini nimadan qildirgan bo'lardingiz? Yog'ochdan yoki konteynerdan? Yog'ochda bunday qiladigan bo'lsa kesilib ketadi. Konteyner materialda bunday qiladigan bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Eng zo'ridan bo'ladi. Oddiy temirga 3 barobar baquvvatidan bo'ladi. Oddiy temirga solishtirmaylar. Bu haqiqiy konteyner materialdan bo'ladi. Usta akamamiz Andijonda xo'p, asakasiga ko'rib turgan joylarni eniga 11, uzunligi 20 metr bo'lgan joyimizda atiga 50 million so'mga tayyorlab berdi. 1 kvadrati 250 mingdan to'g'ri kelayotgan. 150 mingdan 300 ming so'mgacha farq qilar ekan, ustuni yoki bez ustunisiga qarab bo'lar ekan. Xudo xolasa bizning kanalda nomini aytganlarga tunikasini yoki shiferni olib beradigan bo'lsangiz, aytilgan narxda ichida qotira ber hamda kraskalarni ham qilib berar ekan. Bundan tashqari to'yxona, qo'yxona, molxona, teplisa, liboy ishingizni konteyner materialdan zakaz qilsangiz bo'ladi. Usta akalarimiz hamma narsasi elektrodi, balgarkazi, xullas mayda-chuyda narsalari bilan kelib, tomingizni topshiradigan bo'lsangiz, o'zlari zo'r qilib topshiradi. Oldindan kelishilgan summani to'lov qilasiz, qolgan summani bitgandan keyin bemalol topshirsangiz bo'ladi. Kimga mana shunday ishlar zarur bo'lsa, ekran ostida nomerlari bo'ladi. Bitta zakaz qilsalaring, bizning kanal nomini aytinglar, yana ham zo'r chegirma qilib berishimiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.